Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun biz Qo'qon shahriga olib kelib bergan bir kishilik spalni kampirligimiz. Bu tarafimiz tepa polka, pasti vishilka. Bu tarafimiz esa polka. Ruchkalarga e'tibor beramiz azizlar. O'ta nearjitniy qilib qo'yilgan temir ruchkalardan spalnilarimiz bosh tomoniga chiroyli qismalar gullarni bezab berganmiz. Divanlarimiz razmerlari 90 ga 210 bo'lgan. Taglarga keladigan bo'lsa, taglarni kapot mexanizm qilib berganmiz. Bemalol sandiq qilib ishlatsa ham bo'ladi. Bu tarafiga keladigan bo'lsa, bu tarafimiz mana отдельный shifoner. Ichlari ko'rpacha taklagani, tepa polka mana. Qirg'oqlarni chiroyli qilib mana bunaqa ashubka qilib yopib berganmiz. Bu tarafiga esa bu xonasiga kuxonlik qilib berdik. O'rta kir mashina, bu tarafi gaz, bu tarafi moyka. Bularimiz ham 100% davchilik mexanizm. Tepalar bilan polni aylantirib qilib berdik. Betga xolodilnik tushadi, xudo xolasa. Akrildan kromkalar 100% paq kromka. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, Farhod Mebel kanaliga obuna bo'lib, aloqaga chiqaverasizlar.